Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi kurt Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsan ve inayet bilen Tefsirul Müyesser'in uzun dersimizde devam kılan bulup Yusuf suresi 70. ayet kelip to'xtab qolgan edik. Şu anın uzunuyla dersimizni davamlashtirishimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uyguruş tercümesi. Yusuf ularni ehtiyojlik ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni o'qishning yuki ichiga silib qo'ydi. Ondan bir jakachi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb tovladi. Karvondagilar ularga qarab, "Nemanglarni yo'qitib qo'ydinglar" dedi. Ular podshohning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Onu tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tugi ochliq beriladi. Men buni kepil dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima?
eğer kadeh yükünlardan çıkıp kalıp yalgancı bulup kalsanlarçı dedi. Ula onun cezası yüküdün kadeh bilen tepilgen adamını kul kılış. Zalimlarga biz muşundaq ceza berimiz dedi. Ular Yusuf'ның ukusununki yükünü akturuştun ilgiri ularның yükünü akturuşqa başladı. Andın Yusuf'ның ukusunun yüküdün kadehini tepip çıktı. Biz Yusuf'ga muşu tedbirini ko'rsatdik. Misr padişahının kanunu boyunca Yusuf ukusunu elip kalolmaydı. Lekin Allah onun şundaq qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdinmi bilimdor zot bor. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi. Yusuf ularning bu so'zni ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ishida sizlarning mavqoyinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. Ular iyi oliyjanob zot. Uning uningdan ayrilmaydigan bir qiyratisi bor edi. Uning o'rniga bizning birimizni ilib qolgin. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Xo'sh. فلما جهزهم بجهازهم فلما جهزهم يوسف وحمل إبلهم بالطعام أمر عماله وضعوا الإناء الذي كان يكيل للناس به في متاع أخيه بنيامين من حيث لا يشعر أحد ولما ركبوا اليسير ولما ركبوا ليسيروا نادى مناد قائلا يا أصحاب هذه العيرة المحملة بالطعام إنكم لسارقون. Yusuf bu akıllarının özünün hemmini seferge kaytışka teyakıp koydu. Ularning tugillariga bu yemek-içmek taamlarni hammani yüklep tal qildi va o'zining xizmatchilariga insonlar uchun kenjaq qo'llanadigan bu oltin qatsının o'zini qarindishi Bunyaminninki yuktaqlariga qo'yishga buyurdi. Bu ahvolni hech qanday bir kim his qilmagandi. Bular mengib yo'lga chiqib bir yerga davomlashgan chog'da ardın bir cakaçı, bir toğluqçı toğladı. Hey, tamakla olan yemek içmek, yani buğday ve kaza yemek mahsulatla olan ne bulungan jük atılgan hey töge ehli hey karvanla demek. Hey tamaklan jük atılgan karvan ehli çokumsla elbette uğri kensler dep ardın bir toğluqçı bir cakaçı çıkıp muşundak cakaladı. قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي ما الذي تفقدونه. Yaqub Aleyhisselam'ın balları dedi bu toğulgan bu cakaçığı aldığını kılıp nimeni yakıp koydunlar dep. قال المنادي ومن بحضرته نفقد المكيال الذي يكيل الملك به ومكافأة من يحضره مقدار حمل بعير من الطعام. فقال المنادي وأنا بحمل البعير من الطعام ضامن وكفيل. Bu cakaçı ve bununla billa koğlap kegen bu kişiler dedi ki biz padişah inanılan insanlığa kemlep birgan bu kemcen yoktub koyduk.
Kimiki bunu hazır qilib bersa, mushuni qaytirib bersa, buning mukofoti bu oshliq tuzukdan yana bir tuga oshliq va oshliq mahsulotning miqdori bo'ladi. Yani bir tuga oshliqni ortiq beramiz. Dedi. Va endi bu Jakash jurnalidagi men bo'lsam bu bir tuga oshliqni sizlarga tayyor qilib, otib yo'lga qo'yib qo'yishga men uningga domin ve üstüm galimen ve men kepil. Kimiki derhal muşunu tapşırıp bəsədir. Qala ihvatu Yusuf vallahi laqad tahaqqaqtum mimma şahadtumuhu minna ennena ma ci'na arda Masra min eclil ifsadi fiha ve leyse min sifatina en nekune sariqin. Yusuf Aleyhisselam'ın bu qarindoshlar shuna deyishga boshladi. Alloh bilan qasamki, cho'qim sizlar biz ko'rgan narsani sizlar vujud chiqardinglar, amillashtirdinglar. Bizni hammani inchiklab bütün ahvolimizni bildinglar. Albatta tahqiq qildinglar, sizlar vujud chiqardinglar yoki sizlar ini ko'rgan narsalar, bizdan ko'rgan narsadan iborat. Cho'qim bo'lsak biz Misr zamaniga bu Misrcho buzuqchilik qilish uchun kelmadik. Onaga fitna fasod terish uchun kelmadik. O'g'irlik qilish uchun kelmadik. Bizningki xislatimiz, bizning suputimizdan bu o'g'irlik qilishcho bizning suputimizda emas. Bizga yarashmaydi. Biz bo'lsak payg'ambar avlodlari. Mana deb alayda o'zini aqatishga boshlagan bo'ladi. قال المكلفون بالبحث عن المكيال لإخوة يوسف فما عقوبة السارق عندكم إن كنتم كاذبين في قولكم لسنا بسارقين. Bu tahqiq, bu bahsçılığa, bu Yusuf Aleyhisselam'ın qarindoshlar uchun bo'lgan mushu kemce, mushu oltin qatisini iborat mush narsani aqtirib tepishga teklif berilgan bu davlat arboblar dediki, oxirin qo'g'lab kelganlar. Sizlarning qonunlarda o'g'rining jazosi nima? Dedi. Eğer sizlarning so'zinglarda biz o'g'ri emas dedinglar. Mush gapinglarda yolg'on bo'lib qolib qolsanglar, jazosi nima o'g'rining dedi. Deganda buning javoban Yusuf Aleyhisselam'ning bu qoldi qarindoshlari shunday deyki, qala ikhwatu Yusufa jaza'u sariqi من وجد المسروق في رحله فهو جزاؤه أن يسلم بسرقته إلى من سرق منه حتى يكون إلى من سرق منه حتى يكون عبدا عنده مثل هذا الجزاء وهو الاسترقاق نجزي الظالمين بالسرقة وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة. Yusuf Aleyhisselam'ın bu qarindoshlar shunadı da o'g'rining jazosi, o'g'irlangan narsa agar uning juhtaqi tepilib qolib qolsa, u o'g'ri uning jazosidir. Ya'ni topshirib berildi bu o'g'rini, uningki o'g'irlagan narsa bilan birga o'g'irlangan kishining o'ziga, malning sohibiga topshirib berish. Bu bizdeki qoidamiz bu. Jazosi bu deb. Hatta onun da bu o'g'ri, u o'g'irlangan mal sohibining qarshida bu qo'l bo'ladi deydi. Qo'l bo'ladi. Bu xil jazoni o'qishi yana biz istirqoq, qulluq qilish bir natijal. Biz mana shunday o'g'irlik bilan o'ziga va boshqalarga zulm solgan buni o'g'ir zolimlarga bizcha mana qanday qilamiz? Mana jazo beramiz. O'g'rining jazosi bu. Bu esa bizning dinimiz va bizning o'g'irlik haqida, o'g'irlik borasida ep bo'lgan qonun tuzum shariatlarimiz bu. ورجعوا بإخوة يوسف إليه فقام بنفسه يفتش أمتعتهم
فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقه إحكاما لما دبره لاستبقاء أخيه معه، ثم انتهى بوعاء أخيه فاستخرج الإناء منه. كذلك يسرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصل به لأخذ أخيه، وما كان له أن يأخذ أخاه في حكم ملك مصر، لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برق السارق. نرفع منازل من نشاء في الدنيا على غيره، كما رفعنا منزلة يوسف وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. Ula bu teptiş ömekleri kaçını bu altın kaçını muşun izdeşke vekil kılıngan teklif berilgen teptiş ömekleri bu Yusuf Aleyhisselam'ınki karindaşları kayt. O bir ihvati Yusuf'a ileyh. Onun için bu ömeknin mesulü üz bir vasıta. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın karindaşlarının jükün nime jüktaklarını çoğu aktarış başladı. Evvelen de bula özünün karınışı Binyamin'in jüktaklarını aktarıştın burun o karındaşlarının jüktaklarını aktarışa başladı. Nim için ula hakkıda Binyamin'i epkiliş için kullanılan tedbir puxtu bolsun için. O Yusuf Aleyhisselam'ın karınışı olan Binyamin'i çoğu yüzlen bile epkiliş için boğan tedbirini puxtu bolsun için evvel bir vasıta Binyamin'in ki jüktaklarına onun tögüsü tekmeyi onun jüklerine evvelde akıllarının ki jüktaklarını onu aktudu deydi. Buğday konak bunun ağrısını. Anandıkin en ahırda sümmenteha biyoyi ahi. Anandıkin en ahırda oldu. Çiki en kendi oldu da en ahırda aktudu ya ki. Nihayet de aktudu. Yusuf Aleyhisselam'ın kerincisi Binyamin'in jüktaklarını. Şunlan bu kaçını o Binyamin'in jüktakıdan çıkırıp algan boldu. Onun kadar çıkıp algan boldu. Ma plan, ma tedbirlik planda. Şuna oxşaş biz Yusuf Aleyhisselam'a özünün kerincisi Binyamin'i epqilişqa uluşuduğun bu nayet planlıq tedbirini Yusuf'a onaylaştırıp verdik. Mujna mayna kıysan epqalalaysan. Ulanın kanununda mı razı olduğu kanundan Mısır padişahlığının kanununda mı razı olduğun iki taraf razı olduğun şekilde sen onun nimse inen Kukan Binyamin'i epqalalaysan dep bu plan bu tedbirini biz yüz kılmışlar onay şekilde bunu bildirdik. Bu Musa ve ma kana lehu en ya'khudha akahu fi hukmi melik Mısır. Bu Musa Yusuf üçüncü karınç Binyamin'i Mısır padişahlığının kanun dusturu da epqilish haqqı olmagandı, epqalanmaydı. Çünkü o Mısır padişahlığının dini de o'g'irgacha uni malik bo'lish haqqi yo'qdi. U o'g'rini vaqtli qul qilish unda qonunda Misr qonuni yo'qdi. Podshoning qonunida. Lekin cho'qim Allohning xohishi mushu plan, mushu nimani tadbirni va mushu o'ziniki Yusuf alayhissalatu vassalamning qarindoshlarining shariatini hakam qilishga yoki mushu o'zini hakam qilishni talep kıldı. Allah'ın meşiyeti muşu plan tedbirini talep kıldı ve Yusuf Aleyhisselam'ın kanunundaki karındaşlarının çoğu şeriatiki hüküm kıldığın, aşla ara hüküm kıldığın şeriatike kanda kılışını ihtikam, aşını hüküm, aşını kanun kılışını talep kıldı. Allah'ın meşiyeti. Sılın kanunu kandak makul,
sizin kanununda qandaq bo'lmish shu buncha hukm qilaylik deb mushularning shariatiga hukm qilishni, shu shariat bo'yicha hukm qilishni Allohning mashiati, xohishi shuni istadi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining shariatiga hukm qilishdi. U shariat o'g'irni qo'l qilishga hukm qiladigan mushundaq shariatni bu masalalarda qonun qilib hakam qilishni Allohning mashiati mushuncha xolidi. Biz dunyoda xohlagan bandalarimizni boshqalar qaraganda boshqalar ustiga mushundaq ustun ko'taramiz. Buni da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun bir tasalli va va barliq mu'minlar uchunmi. Mushundaq biz plan va tadbir qilishga nimasi sahib va mushundaq xohlaganni yagurimiz, xohlaganni yuqori ko'taramiz. Ay Muhammad alayhissalatu vassalam, sen va sen bilan birga bo'lgan ahli musulmonlarni oqibat neticede onun ayeti şa'nini maqom manzillarni ko'taramiz demoqchi. Shunaqa ishorat qilib ko'taramiz. Biz dunyoda xohlagan bandalarniki, xohlagan kishining o'rinlarini, maqom mansablarini boshqalarning ustiga ko'taramiz. Qanday Yusuf alayhissalatu vassalamning o'rnini ko'targandek. Ama her qanday bilim sahibinin ustida onundan bekaroq bilgichi bo'lgan Rabbi subhanahu va taala bor. Her qanday men bilmen deganing ustida eng onundan bekaroq jak biladigini bu ustida bor. Hattoki bu g'ayb ilmi oxiri Allohga borib to'xtaydi bu. Bu har qancha bilim g'ayb ilmini bilolmaydi. Ama Allah o bilim davası kanının üstüne Allah en bak bilimlik. Bütün ilimler Allah'ın görüp toxtaydı. Allah hemini bak biliyordu. Meyli bu gayb dünya olsun, meyli hazır mı nazır bulunduğun közlen, körüp, kollan tutup, ya kulaklan anlap, ya ki başka his azalar olan, havas tuygu azalar olan bilgili bo'ladigan mundaq narsaning ilmi so'z bo'lsin, mayli ilmi g'ayb, ilmi shahada bo'lsin, buning oxir nihoyati Allohga borib taqaladi. Ben de bilse aran şu ko'rganini, ko'z oldigini bilalaydi, onu boshqa ilmi g'aybni bilolmaydi. Ona ait bilganda ait az bir qismini bilalaydi. Demak, har qandaq bilim sahibi ustida onundan bekarroq bildigan Alloh bor. قال إخوة يوسف إن يسرق هذا فقد سرق أخو شقيق له من قبل يقصدون يوسف عليه السلام فأخبى يوسف في نفسه ما سمعه من بهتانهم وحدث نفسه قائلا أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتم حيث دبرتم لي ما كان منكم والله أعلم بما تصفون من الكذب والافتراء. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın qarindoshları shunday dediki, agar Bunyamin bu o'g'irlik qilib qolgan bo'lsa, buning oti bir o'ziniki shaqiy qilgan bir tuqqan qarindoshi bor de Yusuf deb. Bu o'g'irlik qilgan. Bundan burun maqsad Yusuf Aleyhisselam maqsad qilib bo'ladi. Bundan hayron qilish yo'q. Bularning otasi apsi bir de. Bu o'g'irgan bo'lsa, uni shu qanni tatgan bo'lsa kerak. Buna da bek hayran qilish, ta'jiblanish yo'q deb o'zini oqlashga uringanlikda. Deb Yusuf alayhissalom o'z ko'nglida ular qilgan bu tuhmat, bo'htondan iborat anlagan narsani ligini tishlab degandek sabr qilib buni maxfiy qildi. Ularga tujdirmadi. Va o'z ichida shundoq so'zildiki, o'z shuna dediki, sizlar bo'lsanglar eng bak o'rninglar bak yomon tilg'agan odamlardan siz zikr qilgan, sizlar hozir tilg'agan odamlardan bak sizlarning o'rninglar eng usul, eng chupranda, eng pasanda ekansizlar, pasanda inson sizlar deb ketdi.
Sizler men üçün mundan burun sizlerden üzbege işlerini tedbir kıldınlar. Quduq tashlab, orqadan ko'ynakni soldirib, qo'ymi yoki boshqa minasimi, eshkimi bo'g'izlab, qonni u qon ko'ynakka millab, otamni qishqib opirib, burib ketdi, u bu deb, mushunga o'xshash shaytoniy ilmikrni qilgan odamlar sizlar. Sizlar nayt yaman osol, mendaq o'rninglar, nayt ma'niyatingiz sisiq, qalbinglar kir, mendaq odamkansizlar sizlar. Sizler bu yalgancılık, bu böhtan tokumdan ibaret, siz speltilgen nesinin hakikatini Allah bek biledi. Dep bunu kışkanda tujdumu de, çandumu de, bularının bu iftirasını anlayan çağda. قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم يا أيها العزيز إن له والدا كبيرا في السن يحبه ولا يطيق بعده فخذ أحدنا بدلا من بنيامين إنا نراك من المحسنين في معاملتك لنا ولغيرنا. Ula mehribanlık talep kılan halde şunu addı ki böyle kaçan bir biz küynüp kala, biz çağırıp kala degen halda ve yüzün bu atısı bergen ehdi misak vədigi vapa kılış yüzüsten mehribanlık talep kılan halde şuna depket yalvarıp padişaha. Ey Aziz Nasr. Çokum bu Bünyamin'in yaşlı çoğup kalgan atısı vardı. O atısı bunu bek yaxşı göretti. Bunundan uzaklaşıp gidişini, ayrıp kalışını fakat onu xalamaydı ve uzaklaşıp gidişikçe takat kılanmaydı. Fakat ayrılanmaydı. Aramızdan birimizni bu Bünyamin'in orunda ep kalgın. Biz şunun orunda sını kulağını tutsak. Çokum biz seni en muşu sizinki bizge ve başkalarına ham muamele qilish jarayonida eng yaxshi, eng vafodor, eng isil odamkan deb o'ylaymiz. Shunashqa uning o'rnida birasimizni ap qolgan bu otasining oldida bir rasm olmayli. Bular otasi buningga uningdan uzoqlashib ketishga qodir olamaydi deb bu Yusuf Aleyhisselam'dan nayeti iç ağırtışını talep qilgan holda yoki mehribonligini qo'zg'ash uchun mundaq bu Yusuf Aleyhisselam'a har xil yalvarib baqdi oxirida. Xo'sh, darsimizni davomi keyingi soat bo'ladi. Boshlangan kifoyamiz va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.